Akademiya Z Academy. Assalomu alaykum. Mening ismim Suhrob Qurbonov. Men Britaniya kengashida hamkorlar bilan ishlash bo'limida ishlayman. Biz Akademiya o'quv markazi bilan anchadan buyon hamkorlikda ishlab kelamiz. Britaniya kengashi bilan hamkorlik Akademiya o'quv markazi uchun yuqori ishonchlilik, kasbiy rivojlanish hamda global miqyosdagi sifatli ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini beradi. Va bundan tashqari hamkorligimizning afzalliklari quyidagilardan iborat. O'qituvchilar uchun bir yilda bir marta o'tkaziladigan teacher training programmalari, IELTS imtihoniga bizning hamkorlik dasturimiz orqali ro'yxatdan o'tish imkoniyati va mutaxassislar tomonidan bepul konsultatsiyalar. O'quvchilar uchun esa afzalliklar jumladan sifatli resurslar, ya'ni premium o'quv materiallari, masalan IELTS Ready Premium va onlayn resurslardan foydalanish imkoniyatini beradi. Va bularning barchasi IELTS kabi xalqaro tan olingan imtihonlarga tayyorgarlikni kuchaytirish imkoniyatini beradi. Biz Akademiya o'quv markazi bilan ishlab kelayotganimizdan mamnunmiz. What's up guys, mening ismim Jahongir. Men o'tgan yozgi ta'til davomida IELTS imtihonini topshirishni rejalashtirgandim. Hozirda 10-sinfda o'qiyman va o'tgan yozgi ta'tilda men IELTS dan 7,5 ballni qo'lga kiritdim. Yozgi ta'til mobaynida Akademiya o'quv markazining akademik IELTS kursiga yozildim va kursni tamomladim. Akademiya o'quv markazining menga yoqadigan jihatlaridan biri shuki, har bir o'quvchi bilan zamonaviy va individual ishlash metodikasi. Bu o'quvchilarga o'z xatolari ustida ishlash va zamonaviy ingliz tilini ham o'rganishga juda yordam beradi. Akademiya ingliz tili markazi. Salom, mening ismim Muslima. Men 10-sinfda o'qiyman. Akademiyada ingliz tilini noldan o'rganib boshlaganman. Boshida ancha qiynaldim. Keyinchalik ustozlarimning yordami bilan yuqoriroq darajaga erishdim. Har hafta bo'lib o'tadigan mock testlarga qatnashib, o'zimni darajamni yaxshilab bordim va natijada 6 ballni qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum hammaga. Avvalo Akademiya o'quv markazini shuncha yillik erishgan yutuqlari bilan tabriklayman. Men G'anisher Otaboyev, IELTS 8,5 va CELTAR sertifikatlariga ega xalqaro darajadagi ingliz tili ustoziman va IELTS Station MOOC platformasining rahbariman. Yaqinda Akademiya o'quv markazi bilan hamkorlik boshladik. Biz qurgan platformasi, ya'ni IELTS Station, o'quvchilarni imtihonga tez va samarali tayyorgarlik ko'rishda yordam beradi. Platformamiz haqiqiy IELTS imtihoniga moslab qilingan va o'quvchilarga haqiqiy imtihon atmosferasini bera oladi. Akademiya o'quv markazi uchun hamkorlik uchun rahmat. Ilm berishda charchamaylik. Assalomu alaykum Akademiya o'quv markazi jamoasi, hurmatli ota-onalar, muhtaram ustozlar. Mening ismim Jahongir. Men Befort akademiyasi asoschisiman. 10 yildan buyon dasturlash va o'sha dasturlashni o'rgatish bo'yicha shug'ullanib kelyapmiz. Akademiya o'quv markazini shu tashkil topgandan beri, ancha vaqtdan beri shu birga ishlab kelamiz. Har xil loyihalarda kesishganmiz. Jo'ral aka va Akademiya o'quv markazi bilan oxirgi qilgan ishlarimizdan bu AI, ya'ni sun'iy intellekt bilan integrallashgan bot va Face ID qurilmasini integratsiyasi. Bular o'quvchilarga va ota-onalarga nima beradi? Face ID qurilmasi biz integratsiya qilgan o'quvchilarni davomatini amalga oshirishga va ota-onalarga notifikatsiya, ya'ni bildirishnomalar orqali ularning farzandlarini shu o'quv markaziga qaysi vaqtda va sekundigacha hattoki kelganligini haqida xabar berib turadi.
bu o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan, har xil tushunmovchiliklarni oldini olish nuqtai nazaridan ota-onalarga katta foydasi tegadi degan umiddaman. Bundan tashqari AI botimiz o'sha akademiya o'quv markazi bilan o'quvchilar, ota-onalar, boshqa o'sha o'quv markazi faoliyatiga qiziqqan yoki o'sha qiziqib kelayotgan bo'lajak o'quvchilar uchun qo'shimcha ma'lumot berish, o'ziga kerakli bo'lgan savollarga tezlik bilan javob olish, akademiya haqida kerakli bo'lgan ma'lumotlarni tezlik bilan olish, qandaydir shikoyat, taklif, e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri o'sha jamoaga, akademiya o'quv markazi jamoasiga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish imkoniyatlarini yaratib beradi. Shu bilan birga shu botni biz o'sha administrativniy, ya'ni boshqaruv jarayonini ham jamoaga osonroq bo'lishi uchun anchagina ishlarni amalga oshirdik. Akademiya o'quv markazi jamoasiga omad, kelajakdagi loyihalariga, maqsad qilgan rejalariga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat. Just feel alive. Oh, I got that lifestyle, I'm fierce as hell. I just feel alive. Please leave it at the door, thanks. Please leave it at the door, thanks. Okay. I just feel alive. I'm coming. I just feel alive. Access granted. Akademiya Z. Academy. Akademiya Z. Academy. Akademiya Z. Academy. Akademiya Z. Academy.